Past oborotlarda haydash avtomobil dvigateli uchun xavfli. Bugungi mavzumiz oborotlar haqida bo'ladi, ya'ni RPM haqida. Turbo dvigatellarda va benzinli atmosferli dvigatellarda va dizelli avtomobillarda qaysi oborotlar optimalligi haqida video davomida bilib olishingiz mumkin. Videoni boshlashdan oldin videoga like bosib qo'ying, albatta kanal rivoji uchun. Kanalda yangi bo'lsangiz, zarracha bo'lsa ham mashinaga qiziqishingiz bo'lsa agar kanalga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Dvigatelning juda past tezligi portlashga olib kelishi mumkin. Ya'ni bu yonilg'i aralashmasi svichaning buyrug'i bilan emas, balki silindrdagi bosim va harorat ostida yonib ketishiga olib keladi. Bu dvigatel qismlarining shikastlanishiga olib kelishi va uning ish faoliyatini pasaytirishi mumkin va motor qismlarida, svichalarda nagarlar paydo bo'lishiga olib keladi. Bundan tashqari past tezlikda yog' nasosi dvigatelni samarali moylash uchun yetarli bosimni ta'minlamasligi mumkin. Bu uning qismlarini eskirishi va shikastlanishiga olib keladi. Izohlarda albatta aqllilar paydo bo'lishi mumkin. Moy nasosi past oborotlarda ham ishlaydi deb. Albatta ishlaydi. Albatta moyni chochib beradi, lekin tepa qismlariga, mayda detallariga chochib bera olmaydi. Shuni hisobiga Porsche'larda ishqalanishlar yuzaga keladi.